Tushda bodom ko'rishning ta'birlari. Ibn Sirinning aytishicha, bodom tushda ne'mat va rizq bo'ladi, biroq husumat bilan qo'lga kiradi. Agar bodom yig'ib olganini ko'rsa, bodom miqdoriga qarab unga ne'mat va rizq yetadi, ammo qiyinlik bilan yetadi. Ta'birchilarning aytishlaricha, bodomning ta'biri bu ilm va qiyinlikdan qutuladigan shifo bo'ladi. Mag'zini ko'rish esa yana ham yaxshiroqdir. Kirmoniyning aytishicha, bodomning po'sti bilan ko'rsa yoki birov unga bersa, baxil odamdan qiyinlik bilan biror narsa oladi. Achchiq bodom mag'zidan yog' olayotganini ko'rsa, chiqargan yog'i miqdoricha baxil odamdan foyda ko'radi. Jobir Mag'ribiyning aytishicha, tushda bodom ko'rish mol-u ne'mat bo'ladi, ammo bodomning po'sti bilan ko'rsa, molni biroz ranj va zahmat bilan topadi. Bodomni po'stsiz ko'rish molni osonlik bilan qo'lga kiritish demakdir. Hazrat Sodiqning aytishicha, tushda bodom ko'rish ikki narsa belgisidir. Birinchi, yashirin mol hosil bo'lishiga, ikkinchi, bemorlikdan shifo topishga. Tush ta'birlari bashorat emas, barcha narsani bilguvchi zot yagona Allohdir.